إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hürmetli көрермен qarindoshlar, bugungi darsimizda minnatdorlik haqida to'xtalamiz. Alloh taolo bizni minnatdorlikqa buyurib, Qur'on Karimda mundaq degan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va iz ta'azzana robbukum la in shakartum la azidannakum va la in inna azabi lashadid. Öz vaqtida Rabbinglar agar shukr qilsanglar, sizlarga berayotgan ne'matimni ziyoda qilaman. Agar shukr qilsanglar, cheksizki mening azobim haqiqatan qattiqdir deb jakoladi. Minnatdorlik birovning qilgan yaxshiligidan rozi bo'lish va mamnun bo'lish deganlik bo'lib, minnatdorlikning eng oliysi, eng oldidagini Alloh taolo ishdir. Alloh taologa shukr qilish minnatdorlikningki eng birinchisi va eng martabasi. Hammadan burun talab qilinadigan amal. Yani minnatdorlik bilan yashaganlar haqiqatan baxtli yashaydi. Chunki biz rozi bo'lsakmi, rozi bo'lmasakmi, Alloh taolo qadarni bizga taqsim qilganini olamiz. Masalan, o'qish diplom bilan o'qish ishlaydigan iqtidorlik ikki kishining hatto o'xshash ma'nosi birisi bayashat yaşaydı, birisi tartışlıkta yaşaşı mümkün, birisi onun tüven derecede yaşaşı mümkün. Mesela, bu hem de Allah Teala'nın taksimatına bağlılık. Anda oğandayken biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin körsetken boyunca üzerinin tüvende, sizlerin tüven turduğalarına karanlar, şükür kılışınlar için sizlerge paydalıktır diyen hadisiga asasen insan üzüdeki nimetlerin köplükünü biliş için üzüdün tüven turduğalarına, üzüdü boğan nimetler boğmagan kişilerge qarasa, üzdeki qanchalik çoğun köp nimetinin barlığını bilöd emdi. Emdi biz razı bolsak mı, razı bolmasak mı Allah Teala'nın təliğini yetidir. Ama razı olsa gönlümüz memnunluk işidi bu, qaqşasak, biz özgertenmeyimiz, üzümüzge ziyan yetkizimiz, tensaqlığımızga, üzümüzün ve hemen nersimiz Allah tarafından bizge haksız, yani hak tülmesinden bilgen nesler. Halbuki bu dünyada bu adım başka hemen nersige pul tülaymiz. Mesela addisi öyününki çıkımları, ozuq tülükleri, seypeyleri, tok pulu, gaz pulu, su pulu, yani bilme çıkımları, hizmetleri diyen koşuş, nurgun çıkımlarını üzümüz kılımız. Ama Allah Teala bizge şu hayatlıkını verdi ki bu hayat huzur halavetimiz cayda, rızkımız cayda, hemme işlerimiz cayda. Bunun biz Allah Teala'ya hiç derse hiç derse tülemedik. Allah Teala bizden fakat yüzüge şükür kılışımızı ve bu nimetini ayıran yolga işletişimizni bozup yaman yollarga işletmeslikimizni ve Allah Teala'ya ibadet kılıp Allah'ın hakkını ada kılışımızı talep kıldık. Başka sormayıp bilsin. Endi ülemalardan biri deydi, dünyada matematiklik statistik qilish imkoniyati bo'lmagan birdan bir sonliq ma'lumot Alloh taoloninki insonlarga ato qilgan ne'matlaridir deydi. Ya'ni demak Alloh taoloning ne'matlarini Allah'ın nimetini sanab tugatolmaysizlar deydi oyatda. Demisimi zamonimizda fan texnika taraqqiy qilib hamma narsani sanay oladigan bo'lib ketgan taqdirdami dengiz bo'yidagi va qumlarni, dengiz qulni bir-birlab sanab bulanmaganga o'xshash Alloh taolaning ne'matini sanaydigan, sanab chiqalaydigan hech qanday bir matematik yo'q, hech qanday bir fan texnika yo'q. O ne'mat haqiqatan ko'p va sonsiz va hadsiz endi.
Bir lahzalik tiniqimiz to'xtab qolsa, nim bo'ladi? Hayotimiz nim bo'lmoq, shuni o'ylagan vaqtida hamda Allohningki ne'mati bizni butun qurshab turg'ilgandi. Butun bu dunyoda musulmon kofir hamma bandini Allohning ne'mati shunchalik qurshab turg'iliq, ammo ne'matga shukr qilganlik qilg'iliq, qilmaganlik qilmaganlik hamda. Ammo Alloh taolo shukr qilganlarningki ne'matga shukr qilganlarga teximiz ziyoda ato qildi. Huzur halovat ato qildi, tilganlarni berdi va ne'matiga shukrdan yuz o'rganlarga yuzam toptimg'o deb fir'avnlarcha takabburlik qilganlarga Alloh taolo o'zining qudratini qo'ydi. Yani buningda nur tarixdan misollar, Qur'on karimdagi hadisdagi misollar intayin ko'p endi bu haqda. Minnatdorlik haqida elib berilgan amaliy tadqiqotlarda isbotlashicha, insonga xo'shallik va saodat bag'ishlaydigan narsalarningki birinchisi sevgi muhabbat bo'lsa, ikkinchisi minnatdorlik ekan. Minnatdorlik ya'ni o minnatdorlik bildirilgan kishigina emas, uningda minnatdorlik bildirgan shu kishining o'zini xo'shal qiladi. O'zini xo'shal qildi. Ya'ni ozg'a ne'mat qilganida ozg'a shukr qilgan odam ko'pga shukr qiladi va Alloh taoloninki ne'matlarga va boshqalarning o'ziga qilib qo'ygan yaxshiliklarga, ota-onasining qilgan yaxshiliklarga, qarindoshlarining qilgan yaxshiliklarga, do'stlarining qilgan yaxshiliklarga oz bo'lsin, ko'p bo'lsin hammasiga minnatdorlik bildiradigan va rozimanlik bildiradigan Alloh taoloning taqsimotiga qanoat va rozilik bildiradigan bu hayoti turoqliq va aromi joyida ko'ngli xushal, iztirobsiz o'tadi. Endi rozi bo'lmaydigan inson dunyoning butun boyligini ba'zimi rozi bo'lmaydi endi. Butun dunyoning boyligini ba'zimi rozi bo'lmaydi, undaqlar ozg'im rozi bo'lmaydi, ko'pim rozi bo'lmaydi. Shunga bu rozimanlik va minnat tuyg'usi bilan yashash insonni baxtli qilishga yetadi deydi ulamolar. Endi minnatdorlik his qilishga turtki bo'lgan omillar qaysi deganda o'zimizga ato qilingan ne'matlarni bilish va tunish, uni his qilish. Biz o'zimizda qanday katta ne'matlarning borligini, Alloh taoloning bizga nimalarni berganligini, o'zimizning bir insonlarni qanday ortiq ekanligimizni bilgunimizda Alloh taologa bo'lgan shukrimiz oshidi, rozimanligimiz oshidi, minnatdorligimiz oshidi hamda. Onun için hayatımızdaki nimetlerinin kıymetini biliş ve ehemmiyetini tutunuş. Mesela salam saklamını biliş mesela. Bir hadiste iki tane nimet var. İnsanlar bundan gafletli kaldı. Biri boş vakit diyen nurgun işini kıldı. Dünyalık mı işli kıldı, ahiretlik için sevap kazan kıldı, nurgun iş kıldı. İkincisi tensaklık. Tensaklık mı yok, boş vakit mi yok. Bo'lgan chaqda men uni qilsam bo'ldi, buni qilsam bo'ldi desa qilg'ili olmaydi hamda. Mushuning qimmatini bilish, ne'matning qimmatini bilish. Insoflik bilan bo'sh vaqtning o'zini Alloh taolo bizga bergan bir ne'mat hamda. Bu ne'matlarni ato qilgan Alloh taologa shukr qilish, uningdagi benim ne'matlarga erishganligimizdan xushal bo'lish va saodat his qilish. Yani shuncha ne'matga erishibman deb uni xushal bo'lish. Endi bu yerda Alloh taologa shukr qilish degan shukr Xudoyim deb qo'yish bilan ado topmaydi. Bu shukr til bilan, dil bilan, amal bilan ifodalanadi. Til bilan va amma bi ni'mati ne'matlarni og'zingdan tushirma. So'zligin aytqin. Alloh menga buni ato qildi, uni ato qildi deb so'zligin. Bu til bilan, dil bilan chin yurakdan Alloh taologa rozimanlik, minnatdor va rahmat tashakkur etish ne'mat ato qilganligiga. Bu Alloh taoloni xush qiladi, uningdan bizga bo'ladigan ne'mat ko'paydi shu vosita bilan. Uni amalda ko'rsatishni hamda ulamolar bu minnatdorlikni amalda ko'rsatish degan qanday desa, Alloh taolo ato qilgan ne'matlarni yaxshilik yo'llariga, Alloh buyurgan yo'llarga sarf qilish va Alloh to'sqan yo'llarga sarf qilmaslik, isrof qilib buzib chashmaslik. Alloh taoloninki bandlarga qo'lidan kelgancha yalish. Ya'ni Alloh taoloning shuncha ne'matiga erishib, shunga shukr qilgan odam albatta o'zini qo'lidan kelgancha boshqalarga yordam qila olishi kerak. Bu shukrninki bir turi hamda. Uningga
bizga berilgan, ya'ni bizga haq emasdan haqsiz berilgan fazli karamni bilish va chin dilimizdan buni e'tirof qilish. Ya'ni biz hech kimni to'lab qo'ymadik. Hayotimiz uchun pul to'lab qo'ymadik. İnsanlar hayatı uchun hayat sigortası deydi, istirahane deydi, o deydi, tüleydi mesela. Biz Allah Teala hiç qanday bir qo'ymadik. Allah Teala bizni, yani nefesimizni qisib qo'ymay ve hakkımızı bozup koy, biz istiqomat saqlayotdi ve bizni qo'g'dayotdi, arqali o'zining in'ami ve qudrati arqali bizni rizqlantiryotdi, bizni maqsadimizga, murodimizga yetkazib, bizni xushal qilyotdi masalan. Biz hech qanday bir narsa dinimiz yo'q Alloh taologa. Alloh taolo bizdan shukr qilish bilan ibodat qilishdan boshqa hech narsa talep qilmaydi. Bu shukr bilan ibodatmi oxirgi hisobda o'zimiz uchun, Alloh uchun emas. Bunun hech qanday bir foyda ziyni qolmaydi. Shukr qilmasak Alloh yana qolmaydi. O'zimiz bilan bo'ladi. Undan keyin Alloh taologa dil ve amaliyat bilan shukr qilish deb o'tganimizga o'xshash. Alloh taoloning ne'matlarini gunoh, ma'siyatlarga ve yaman yollarga işletmeslik. Yani minnettarlıkni odat qilib olishning usullari, minnettarlık duygusu bilan yashashni odat qilib olish haqiqatan insonga nihoyat ko'p yaxshiliklarni, huzur, halovat, xushallikni elib keldi. Chunki inson bakaga iztirob bo'lmaydi, hasad qilmaydi boshqalarga. Allah'ın o'ziga ato qilganiga rozi bo'ldi, qanoat qildi. Alloh bir hikmat bilan bu ishni qilgan o'xshaydi deydi. Hasad qilmaydi, iztirob etmaydi, ko'ngli bearam bo'lmaydi. O'ziga foyda, birinchi o'ziga foyda. Endi kundalik hayotimizni Alloh taoloning bizga bu hayotni ato qilganlik ne'matiga shukr qilish bilan boshlash. Kundalik hayot. Aytganda qo'pti, alhamdulillah. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning 24 soatlik vaqti Allah Teala'ga her bir lahzada, her bir işqa tutunganda Allah Teala'ga hamd sana aytish, dua qilish, shukr qilish. Mesela hatta adabxonaga tarat ağılı kirib chiqqandimi? Elhamdülillahillazi afani anil aza. Rasululloh shunday o'rgatgan. Allohga shukrlar bo'lsinki, meni mushu aziyatni qutuldirdi. Demek addis yani o'nimizdan qo'pqan tatib elhamdülillah deb o'nimizdan qo'pib bütün tamoq yeganda bismillahirrohmanirrohim deb boshlab tamoq yeb bo'lgan duo qilib bütün uydan chiqqandagi duo, uydan kirgandagi duo, keyindagi akşamdagi yotadigan vaqtdagi duo. Demek hem Allah Teala minnettarlık bildiriş bo'lgan Rasululloh, minnettarlık bildirishdi hamda. Shunga biz hayotimizni acılık bilan başlap, minnettarlık bilan tugashsak, akşamgacha bir kunlik hayotimizni, qanchalik xushallik ve memnunluk ichida, iztirobsiz, aramsizlik ichida o'tadiganligini shu chog'da ko'ramiz. Ikkinchi, tan saqligimiz ve her bir a'zoyimizning ishlab turganligi uchun Alloh taologa cheksiz shukr qilish. Doktorlarga bir qasak ko'ramiz, yo'llarda ko'ramiz mesela, meyip insanlarni ko'ramiz. Bizdeki bütün a'zolarimiz ishlab turganligi degan bu bizniki bir sigorta putlab qo'yganligimiz. Alloh taolo haqsiz sigorta bu his qilish orqali Allohga shukr qilib ziyodalashib oshdi, salomatligimiz davom etdi. Chunki la in shakartum azidan, agar shukr qilsanglar, masalan, deganligimni ziyoda qilaman deganda, bu yerga ziyoda qilib pulni ziyoda qilish emas. Bütün aşı biz talab qilgan, bizga bo'lgan cho'ng ne'mat hamda uchun mushu ve taqsimni yaxshi davom qilishga Alloh fursat berdi degan gap. Undan keyin oila a'zolarimizga, do'stlarimizga, qo'shnilarimizga ve
bizga ozroq bo'lsa yaxshilik yetgan har bir kishiga minnatdorlik bildirish, rahmat etish, oddiy bir ishga rahmat etish. Ya'ni mush orqali o'zimizni minnatdorlik tuyg'usi bilan yashashga ko'ramiz. Minnatdorlik tuyg'usi bilan yashagan insonlar haqiqatan baxtli, tafsiz, xotirjam hayotda yashaydigan insonlar. Ammo hamma narsani qaqshaydigan insonlar ko'pkimi qaqshaydi, ozg'imi qaqshaydi. U qaqshash bilan hech qanday bir ishni hal qila olmaydi, taqdirdan hech qanday bir ishni o'zgartirmaydi, faqat o'zining tan salomatligiga ziyon yetkazadi va Allohning rahmatidan mahrum qoladi. Nimishqa? Chunki Allohning taqsimotiga rozi bo'lmay, qaqshagandan keyin Alloh taolo unga ziyoda qilib bermaydi. Onunki o'zimizning nurg'un kishilardan ortiq ne'matga ega ekanligimizni esga olish. Kasalchan, yo'qsul, ishsiz qolganlarga shularning ahvoliga qarab ibrat olish shulardan. Onundan keyin o'zimizga ato qilingan ne'matlarni maxsus daftarga agar pat-pat o'qisa, bumu endi ba'zi ulamolar ekan psixologiyada o'zidagi ortiqchilik va o'zi his qilgan ne'matlarni shundoq adam yezib arasida pat-pat o'qib turgan adam o'zini texmi baxtli qila oladi dedi. Chunki men boy ekanman, har tarafdan boy ekanman, men bu bor ekan, menda u bor ekan, bu bor ekan deb bundoq. Masalan bir hikoya bor. Bir odam o'zininki chiqarmoqchi bo'lib, ilan chiqirdigan odamning keyiniga berib, shu uyninki ilan chiqarish uchun sifatlab deb beribdi-da hammasini. Amerikada andaq mehmonxonasi mundaq, bog'chisi mundaq, ko'lchiki mundaq, hamma narsa sifatlab berib, uningdan keyin endi ilanni bir o'qitmoqman. Uningdan keyin andin ilan qilaylar. Qilay uningga ilan qilay degan. Maqdab o yozgan adam adamning uyini sifatlab ashuna bir o'qib chiqqandan keyin bu odam men hayotimda orzu qilgan uy mush ekan, sotmayman buni. Nimishqa? Chunki mushuni shu sanab bani yezishdan burun, uyni tilashdan burun shu ne'mat shu o'zi orzu mukammal turib, u odam bilmagan. Bilgandan keyin yezib chiqib bu uyning tarifini anlab chiqqandan keyin bu demak inson hayoti shunga o'xshaydi. Bizda nurg'un ne'mat o'zimizda bor. Nurg'un ortiqchiliklar bor. Ammo buni biz o'zimiz ko'rmaslik kerak, hatto ko'rmaslik chunki biz ishkasi bo'lib aniq qaraymiz. O'zimiz qarsak o'zimizda o'lgan ortiqchilik bor. O'zimizni tekshirib sinab chiqishimiz yaxshi ekan. Alloh taolo bizni minnatdorlik tuyg'usi bilan yashaydigan baxtli mo'minlarni qilsin. Hurmatli o'quvchilar, bugungi darsimiz bu yerda oxirlashdi. Keldigan hatto shu soatda uchrashish umidi bilan hammalarga Allohi va barakatuh.